Do'stlar qarangizlar, kech bo'lishiga qaramasdan, uni qarang, 9,5 soat Karista o'z dehqonlardan mashinalarni teryapti. Kim uchun? Aynan siz uchun. Ekranga bitta like bosib keting. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Onyx Premier Plus. Bilasizlar, 23-yil Premier Plus yo'q, lekin bu kuzovi 24, polностью Premier Plus. Keling endi, baloningizga holatini oling. Yaxshi balon bor. Yana mashinaga propan gaz balon ham uстановka qilib qo'yilgan. Kim uchun? Aynan siz uchun. Keling, salon ichini xalq mazza qilsin. Bilasizlar, bu Premier Plus вообще idealniy soстояние, klinik kontrollari bu, avtoparkovka, kimchi balonlar, onlaylar, orqasida ham обогрев сиденьялari bu. Tonirovkaga, lekin afsuski ruxsati yo'q. Orqasini ham xalq mazza qilsin. O'zim ham mazza qildim. Buni qanday qilib o'tsa yuradi? Mana, buni qarang. Propan gaz balon uстановка qilib qo'yilgan. Primoy dehqondan. Ayol kishi aytgan ekan, jo'ralarning opasini mashina ekan. Narxini lekin zo'r narxga tushirib qo'ydim. Kim uchun? Aynan siz uchun bosib o'rmasangiz xato ish bo'ladi. Mehnatimizni qadrlaysizlar, chunki o'zim uylariga kelyapman, mana ko'chalardan ham obzor olyapman. Obuna bo'lib qo'ying, chunki arzon mashinalar bundan keyin ko'payadi Karista o'zida. Narxini 13,300 qillik yana savdosi bor. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Hozirroq telefon qilib bo'lsin. Yana bitta tomondan aytib ketay, keling. Mana chizib qo'yilgan. Ko'rinib bo'lsa kerak. Mana shu joyida petnosi bor. Yo'yilib ketmagan ozgina petnochasi bor. Yana ko'rib tekshirtirib olasizlar. Polностью probegini, kraskasini, ходовойларni hamma joyini ko'rib tekshirtirib olasizlar. Nomer telefon pastda bilan o'shaga. Sog' bo'lingizlar.